Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum hurmatli hidoya darsimiz ishtirokchilari. Bugun inshaalloh vaqtimiz muyassar qilganicha hidoyaning 4-kitobi Kitobus Savm, ya'ni roza kitobi deb nomlangan qismidan inshaalloh birgalashib o'qib o'rganamiz. Alloh taolo bu o'rganayotgan ilmlarimizni barchamiz uchun, ikki dunyomiz uchun xayrli va manfaatli qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Kitobus Savm. Burhoniddin Marg'iloniy aynan ushbu Savm kitobini 4-kitob o'laroq tartiblashlariga ko'ra bu kishi ko'proq Quduriyni kitoblarni tartiblashdagi uslublarga ergashganliklari sababidan kelib chiqqan. Aslida dastlabki davrdagi Hanafiy kitoblar, xossatan Zohiriy rivoya, Imom Muhammad Shayboniyning o'sha Jami'us Sag'ir asarlaridan ko'proq bu hidoyaga olingan masalada. U yerda Imom Muhammad Savm kitobini salatdan keyin qo'ygan ekanlar. Nega desa, namoz ham, roza ham jismoniy ibodat hisoblanadi. Bunga hech qanaqa bir moliyaviy bir vazifalar kirmagan. Ammo Quduriy rahimahulloh Alloh subhanahu va taoloning xitobidan kelib chiqib va aqimus solata va atuz zakata degan talabidan kelib chiqib, ya'ni namozni qoyim qiling va zakotni ado eting degan mazmundagi oyatda, ya'ni dastlab salotni zikr qilib, orqasidan zakotni zikr qilganligi uchun Allohning talabidan kelib chiqib bu kishi namozdan keyin zakot kitobini qo'ygan. Aslida zakot bu moliyaviy ibodatdir. U hajga ko'proq yaqinroqdir. Haj esa ham badaniy, ham moliyaviydir. Lekin tartiblari fuqaholar mana shu shaklda o'zlarining ilmiy ijtihodlaridan kelib chiqqan. Savm lafziga to'xtaladigan bo'lsak, bizni o'zbek tilida savm lafzi bu o'zini tiyib turmoq degan ma'noda bo'ladi. Bu vaziyatdan qarab turib, masalan, ishlatilsa bo'laveradigan. Yurishdan to'xtab turishga ham nisbatan, gapirishdan to'xtab turishni, o'zini tiyib turishniga nisbatan, yeyish, ichishdan va jimodan o'zini tiyib turishga ham savm lafzini ishlatsa bo'laveradi. Arab tilida buni al-imsak deydi, ya'ni o'zini tiyib turish, ushlab turish, o'sha harakatdan degani. Qur'oni Karimda ham bunga bir misollar bor. Inni nadartu lir-rahmani savman deydi. Men Rahmonga nazr qilganman, so'z berganman savmni degan. Ya'ni bundan nima degani, Rahmonga nimani nazar qilyapti, so'zini beryapti. U yerda gapirmayman deb aytganman degan. Bu yerdagi savmandan murod o'sha o'zini gapirishdan ushlab turish degan mazmunni bildiradi. Ammo shariat istilohida esa, ya'ni aynan fiqhimiz istilohida fuqaholar aytganki, va hiya al-ibaratun an imsakin maxsusin fi vaqtin maxsusin va min shaxsin maxsusin bi niyyatin degan. Ya'ni savm muayyan vaqtni ichida o'zini muayyan amallardan muayyan vaqtni ichida muayyan shaxs tomonidan niyat orqali o'zini tiyib turishga savm deb aytiladi degan. Muayyan amallardan deganda bu yerda yemoq, ichmoq va jinsiy er-xotinlik munosabatlaridan o'zini tiyib turishni nazarda tutilgan. Muayyan vaqtda degani bu Ramazon oyining ichida deganidir. Muayyan shaxs tomonidan degani bu musulmon balog'at yoshiga yetgan kishini nazarda tutilgan. Niyat deganda aynan niyat orqali amalga oshadi. Niyatsiz ibodat bo'lmaydi degan fuqaholar. Mana shu narsani, ya'ni Ramazon oyida musulmon kishi ro'zani niyat qilishi orqali, savmni niyat qilish orqali o'zini yeyish, ichish va jinsiy munosabatlardan o'zini tiyib turishni savm deb aytilar ekan. Endi bevosita kitobga, matnga kiramiz. Qala as-savmu darbani vajibun va naflun. Quduriy rahimahulloh aytadilar, savm ikki turlidir. Birinchisi vojib bo'lgan savm, roza,
ikkinchisi esa nafl ro'zadir. Men avvalgi darslarimda ham aytib o'tganman, vojib lafzini usul ulamolari ko'pincha farz ma'nosida tushunadilar. Ammo furu'da esa fuqaholar buni farz u qat'iy dalil orqali sobit bo'lgan amalga nisbatan, talabga nisbatan ishlatadilar. Vojibni esa zonni dalil orqali isbotlangan talabga nisbatan ishlatadilar. Bu yerdagi vojib lafzi esa bi ma'na fard ma'nosida tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni farz ro'zalar va nafl ro'zalar. Mukallaf shaxsdan majburiy ado etishi talab qilingan bo'lsa bu farzdir. Ammo ixtiyoriga tashlab qo'yilgan bo'lsa, bajarish va bajarmasligi o'z ixtiyorida bo'lsa, buni otini nafl deb aytiladi. Val vajibu darbani, ana vojib bo'lgan, farz bo'lgan ro'zalar ham ikki turga bo'linadi. Minhu ma yataallaqu bi zamanin bi'aynihi. Ana shu farz bo'lgan ro'zalarning ichida shundaylari borki, muayyan zamonga bog'liqdir. Ya'ni muayyan zamon bilan bog'liq bo'lganlari bor. Kasavmi Ramazona, Ramazon ro'zasi kabi. Ya'ni Ramazon ro'zasini Ramazon oyidan boshqa vaqtda tutib bo'lmaydi. Faqat o'sha oyning o'ziga tegishlik. Boshqa oylarda men Ramazon oyi ro'zasini tutishni niyat qildim desangiz ham, u farz ro'zani ado etganga kirmaydi. Balki naflga aylanib qolaveradi. Va nadril muayyani, ana va minhu degani, ya'ni farz bo'lgan ro'zalardan yana bir turi borki, uni muayyan vaqtga atab qilingan nazr ro'zalardir. Ya'ni men falon oyning 5-kuni yo 10-kuni yo 15-kuni falon kunida ro'za tutishni nazar qildim deb o'ziga o'zi so'z berish, o'ziga o'zi majburiyatni yuklab olishni nazr deb aytiladi. Ana shu vaqt bilan bog'liq bo'lgan nazr ro'zalar ham o'sha vaqtning o'zida ado etilsa soqitdir. Boshqa paytda ado etilsa, demak u zimmasidan vaqtida ado etilgan majburiyatlar turiga kirmaydi. Balki qazoan bo'lishi mumkin. Fayajuzu sawmuhu bi niyyatin min al-layli. Shuning uchun mana shu farz bo'lgan ro'zalarni, xoh u Ramazon bo'lsin, xoh nazri muayyan ro'zasi bo'lsin, ularning ro'za tutishni kechadan boshlab niyat qilishlik joiz bo'ladi. Ya'ni aslida kechadan boshlab subhi sodiq kirmasidan avvalgi davrni g'urubi shamsdan boshlab, ya'ni dastlab kecha bo'ladi, keyin kunduz bo'ladi. Musulmon taqvimida esa o'sha kunning dastlabki boshlanishi shom vaqtini dastlabki vaqtidan boshlanadi. Demak biz layl deganda nimani tushunamiz? Quyosh botganidan boshlab subhi sodiq chiqadigan vaqtgacha hamma to'liq qismi bu layldir. Ana shu laylning ichida subhigacha niyat qilib olinsa, demak niyat ana shundan boshlanadi. Ya'ni niyat qilish, biz yuqorida savmga ta'rif berar ekan, niyat bilan amalga oshirish kerak dedik. Niyat masalasida yana matnlarda kelib qoladi. Biz Xudo xolasa unda yana batafsil to'xtalamiz. Bu yerda aytayaptiki, fayajuzu sawmuhu bi niyyatin min al-layli. Kechaning bir qismida niyat qilish bilan uning ro'zasini tutish joiz bo'ladi degani, odatda tutiladi deganidir. Va illam yanvi hatta asbaha. Agar kishi kechada niyat qila olmay qoldi, niyat qilishga ulgurmadi-da, tong otib qoldi, ya'ni subhi sodiq kirib qoldi. Ajza'athu niyyatu ma baynahu va baynaz zavali. Subhi kirib qolgan subuh bilan baynahudagi hu asbahaga tegishlik. Ya'ni subhi kirgan vaqt bilan zavol o'rtasida. Zavol deb biz quyoshning og'ishini, qiyomdan yonga qarab yurishini zavol deb aytamiz. Ana shuning orasida niyat qilib olsa joiz bo'laveradi deydi Quduri rahimahulloh. Va qala Shofi'i rahimahulloh la tujzi'uhu. Imom Shofi'i rahmatulloh alayh Hanafiylarning ushbu qarashiga qarshi ekan. U kishi aytadiki, subhidan keyin farz ro'zalarini niyat qilib tutish joiz bo'lmaydi deydi. Kechasiga subhigacha niyat qilishga ulgura olmagan bo'lsa, subhidan keyin farz ro'zalarni, Ramazon ro'zalarini, nazr muayyanlarni niyat qilib tutishi
joiz bo'lmaydi degan. Ushbu fikrlarni Burhoniddin Marg'iloniy quyidagi satrlarda yana izohlab o'tadi. Undan avval Burhoniddin Marg'iloniy aytayaptilarki: "I'lam anna sawma ramadona farizatun." Ana tepada as-sawmu zarboni vajibun va naflun degan bo'lsalar, Quduriy ana Burhoniddin Marg'iloniy vojib so'ziga izoh berib, bilginki Ramazonning ro'zasi bu farzdir. Mu'minning, muslimning zimmasiga farz. Ya'ni qat'iy talab degan, bajarilishi, ado etilishi kerak. Liqavlihi ta'ala kutiba alaykumus siyamu. Bunga dalil Alloh subhanahu va taoloning sizlarning zimmangizga siyam, kutibadan bi ma'na furida deb ma'no berishgan. Ya'ni farz qilindi sizlarga siyam, zimmalaringizga degan. Bu nas bu qat'iy bo'lganligi uchun bu dalil. Shuning uchun bunda hech qaysi fuqaho, xoh ilk davrda, xoh keyingi davrlar bo'lsin, ixtilof qilmagan buning farz ekanligi borasida, ya'ni kutiba lafzining furiza ma'nosida ekanligi. Bu qat'iy dalil deyiladi. Farz bilan vojibning o'rtasidagi farqni biz aytgan edik. Dalil qat'iy bo'lsa u farz bo'ladi. Dalilda andakkina shubha bo'lsa ham u subuti qanchalik qat'iy bo'lmasin, dalolat nuqtai nazaridan agar andakkina shubha bo'ladigan bo'lsa, u vojib bo'lib qoladi degandik. Demak, bu farz ekan. Farzligi demak kitob bilan ekan. Va ala farziyatihi in aqadal ijma'u. Ana uning Ramazon ro'zasini musulmon odamning zimmasiga farz ekanligiga ijmo ham bog'langan. Ya'ni sahoba ikromlar ham o'sha yuqorida aytib o'tgandek, kutiba alaykumus siyamudan hammalari furiza alaykumus siyam deb tushunganlar. Hech kim bunga xilof qilmagan. Shuning uchun ham buni ijmo bog'langan degani shu. Ya'ni dastlabki olimlar ham, keyingi davr, har bir davr ulamolari hammalari bir to'xtamda bo'lganlar buning farzligiga. Valihada yukfaru jahiduhu. Shuning uchun ham buni inkor qilgan odamni kofirlikka hukm qilinadi degan mazmunni aytayaptilar. Ya'ni jahiduhudan murod farzni inkor qilgan. Biz bilamizki, islomning asosi 5 narsani ustiga qo'rilgan. O'shalardan bittasi bu savmdir. Iymonlarimizning halal yetadigan, iymonimizni qalblarimizdan chiqib qolishiga sabablardan birlari ham mana shu islomning asoslarini inkor qilish, yo'q deb inkor qilishlik ham insondan iymonni chiqib qolishligiga sabab bo'lar ekan. Mana shu o'rni kelganda men yana bir masalani aytib qo'yishim kerak. Hozir ayrim toifalar, ayrim shaxslar sababdan musulmonlarni biror shar'iy amalni qilmaganliklari sababli yoki bo'lmasa sal boshqacharoq fikrlaganliklari sababli kofirlikda ayblash tartibi chiqib qolgan va bu afsuski yoshlar orasida onda sonda uchrab turibdi. Shu kitoblarga sharh yozgan ulamolar, ko'plab ulamolar ahli sunnatning e'tiqodi shuki, bir kishi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb kalima-i shahodani aytib turgan bo'lsa, uning shariat talab qilgan amallarni beparvoligi sabab yo boshqa bir sabab qilmayotganligi, islomning mana shu farzlarini, talablarini bajarmayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa biror gunoh kabira qilayotgan bo'lsa, katta kichik gunohlarni sodir etayotgan bo'lsa, ahli sunnaning odatidan emasdir uning kofirlikda ayblash degan. Bordi mana shunaqa bir inkor qilib qolgan taqdirda ham biz uni takfirga chiqarmaymiz. Ya'ni kofirlikda ayblanmaymiz. Faqat ulamolar bu yerda yukfaru jahiduhu degan lafzdan savmni inkor qilgan kishiga kofir bo'lib qoladi deganda uni hukmini bayon qilib qo'yadi xolos. Ya'ni bu yerdagi gap bu tanbih bor xolos bu yerda. Oy xushyor bo'linglar, ogoh bo'linglar degan ma'noda. Sen kofir bo'lasan yo kofirsan deb aytilmaydi. Buni ahli sunna ulamolari barchalarining qoidalari va tartiblari shudur. Biror ulamo biror shaxsni gunoh kabirasi sababli yoki biror islomdagi qat'iy talab bilan talab qilingan amallarni inkori sababli uni kofirlikda ayblanganlari tarixda ham, hozirda ham kuzatilmaydi. Demak, Ramazon ro'zasini farz ekanligi kitob bilan
va kitobdagi nasni dalilni butun sahoba ikrom, butun ulamo ikrom barchasi bir xil tushunganligi uchun ijmo orqali ham sabit bo'lganligini o'rgandik. Ikkinchi turdagi farz bo'lgan zimmamizdagi ro'za bu nazr muayyan deyiladi. Val manzur degani nazr qilingan ro'za ham bu musulmon odamning zimmasida vojibun, mana farzdir deyaptilar. Liqavlihi ta'ala. Chunki Alloh subhanahu va taolo val yufu nudurahum, nazr qilgan kimsalar nazrlarni joyiga keltirib qo'ysinlar, ado etib qo'ysinlar, nazrlariga vafo qilsinlar degan mazmundagi oyati karimani aytgan. Shu asosga ko'ra kishi o'ziga o'zi nazr qilsa, nazrlar ham ikki xil bo'ladi. Nazr mutlaq va nazr muayyan deyiladi. Nazr muayyan degani muayyan vaqtga bog'lab qo'yilgan nazrlar, nazr mutlaqlari esa muayyan vaqtga bog'lanmagan, mutlaq ma'nodagi, ya'ni vaqt bilan bog'lanmay qilingan nazrlarga aytiladi. Bu yerdagi zimmaga farz bo'lgani ham ana shu vaqtga bog'langanini nazarda tutilyapti. Vaqtga bog'lanmay mutlaq qilingan nazrlarda esa qachon kishi o'zida imkoniyat topsa, ana shu paytda ado etishi talab qilinadi. Sababul avvalu ash-shahru va lihada yudafu ilayhi va yatakarraru bi takarrurihi. Avvalgisining sababi, ya'ni Ramazon ro'zasining sababi bu Ramazon oyidir. Usul ilmidan bizlarga ma'lumki, shar'iy hukmlar narsalarning zohiriga qarab belgilanadi. Sabab nima? Sabab bu o'sha hukmni yuzaga kelishiga sabab bo'ladigan omildir. Bu sabablar ko'pincha narsaning tashqi sifati hisoblanadi. Ya'ni inson aqli bilan, hissiy a'zolari bilan ko'rish, eshitish, tan bilish kabi, ushlash kabi hissiy a'zolari orqali bilishi mumkin bo'lgan, o'zgarmaydigan, g'ayri munzabit bo'lgan. Munzabit al-vasfu zohirul munzabit deydi ta'rifida, ya'ni o'zgarmaydigan narsadagi sifatni sabab deb aytadi. Shuning uchun hukmlar ana shu sabablarga bog'lab qo'yiladi. Va lihada yudafu ilayhi degani shuning uchun ham hukmni ana shu sababga izofa qilinadi, ya'ni bog'lanadi. Va yatakarraru bi takarrurihi. Sabablar takrorlanishi bilan hukmlar ham takrorlanaveradi. Qachon Ramazon oyi kelaversa, yana qayta ro'za kelaveradi deganidir. Ya'ni shahrdan murod shu. Demak, sabab takrorlanishi bilan ro'za ham takrorlanadi. Va kulli yawmin sababun li wujubi sawmihi. Va shuningdek Ramazon oyi butunlay 30 kunlik kompleks bitta ibodatmi yoki Ramazon ichidagi kunlarning har bittasi alohida ibodatmi degan masalaga fuqaholar hammasi bitta deganlar ham bor. Lekin bizni Hanafiylar mana shu yerga urg'u beryaptiki, har bir kun o'sha kunning ro'zasini vojib bo'lishiga, farz bo'lishiga sababdir. Kun botdimi, demak zimmadan o'sha kunga vazifa tugadi. Savm ibodatini subhi kirishdan to g'urub quyosh botgungacha bo'lgan muddatda belgilangan islom shariatida. Va sababu sani, ikkinchisining sababi esa, ya'ni nazr qilingan ro'zaning sharti esa nazrdir. Ya'ni kishi Alloh uchun deb so'z berishidir. Va niyatu min shartihi. Ana shu har ikkalasini, Ramazon ro'zasini ham, nazr ro'zasini ham niyat bilan tutish u ro'zaning shartlariga kiradi. Va sanubayyinuhu va nufassiruhu inshaalloh taala. Biz inshaalloh kelgusi satrlarimizda ularni bayon qilamiz. Mana shu an-niyatu min shartihi degan so'zni bayonlaymiz. Ya'ni ham kengaytirib beramiz, ochiqlab beramiz. Va nufassiruhu, va uni sharhlab, izohlab beramiz inshaalloh taala, deydi Burhoniddin Marg'iloniy. Vajhu qawlihi fil xilafiyati. Mana endi Burhoniddin Marg'iloniy aytayaptiki, Imom Shofiyning xilofiyat borasida aytgan so'zining izohi shu. Xilofiyat masalasi nima edi? Hanafiylar aytuvdiki, nazr ro'zasini ham, Ramazon ro'zasini ham
subhi sodiqgacha niyat qilishga ulgurmasa, subhi sodiqdan zavolgacha bo'lgan muddatni ichida bitta shart bilan yemagan ichmagan holatda niyat qilib olsa joiz bo'ladi deb aytgan edi. Imom Shofiy aytdiki, yo'q dedi, ro'zani dedi kechasidan niyat qilish kerak dedi. Subhidan keyin qilingan niyatga kirmaydi, joiz bo'lmaydi degan edi. Mana shu xilofiyat, shu Hanafiylar bilan qilgan ixtilofi o'rtasidagi Imom Shofiyning so'zini izohi quyidagicha. Qawluhu alayhi salatu vassalam: la siyama liman lam yanvi as-siyama min al-layli. Kechadan boshlab ro'zani niyat qilmagan kishining ro'zasi yo'qdir degan hadisi sharifni bu kishi dalil qilib keltirdi. Bu naqli dalildir Imom Shofiyning. Va li'annahu lamma fasada al-juz'ul awwalu li vaqti niyyati fasada as-sani. Zarurata annahu la yatajazza'u. Qolaversa deyapti bu kishi, ro'zaning avvali u subhi sodiq kirayotgan paytda siyomlik, ro'zador bo'lish kerak edi-ku shaxs. U uxlab qoldi, esidan chiqib qoldi, biror sabab bo'lib o'sha kungi ro'zaning dastlabki qismini niyatsiz o'tkazib bordi deyapti. Lamma fasadal juzul avval li faqdi niyya. Niyat qilmaganligi uchun ro'zaning avvalgi qismi fosid bo'ldimi? Fosid bo'ldi. Fasada sani, uning qolgan qismi ham fosid bo'ladi. Nima uchun? Zarurata annahu la yatajazzau. Imom Shofiyga ko'ra Ramazon ro'zalari, nazr ro'zalari bo'laklarga bo'linmaydi. U bir butun ibodat hisoblanadi. Uning boshlanishi buzilgandan keyin qolgan qismi ham boshining buzilganini zaruratidan kelib chiqib, qolganlari ham buzilib ketadi degan. Bi xilofin nafli. Biroq nafl ro'zalar Imom Shofiyga ko'ra boshqachadir. Li'annahu mutajazzi'un indahu. U kishiga ko'ra nafl ro'zalar juzlarga, qismlarga bo'linadi. Bitta sharti bilanki, agar u subhidan boshlab yemay ichmagan bo'lsa deganlar. Valana qawluhu sallallohu alayhi va sallam: ba'dama shahida al-a'rabiyyu bi ru'yati al-hilali ala man akala fala ya'kulanna baqiyata yawmihi va lam ya'kul falyasum. Hanafiylar aytgan ediki, farz bo'lgan ro'zalarni subhi sodiqdan keyin zavolgacha, kunduzgi zavolgacha yoki bo'lmasa dahvatul kubro deydi, katta choshgohgacha, kunning o'rtasigacha agar ungacha yeb ichmagan, jismoniy, shahvoniy ishlardan o'zini tiygan bo'lsa, niyat qilib olsa, ro'zasi durust degan edi. Mana shu gaplariga mana bizning dalilimiz deyapti Burxoniddin Marg'iloniy. Rasul alayhissalatu vassallamning so'zlaridir. U ham bo'lsa bir a'robiy kishi Ramazon oyini hilolini ko'rgani haqida Rasulullohning huzurlariga kelib guvohlik berdi. "Ya Rasululloh" dedi, "men yangi oyni ko'rdim" deb aytdi. Shunda Rasul alayhissalatu vassallam atrofdagilarga, kim shu paytgacha biror taom iste'mol qilib qo'ygan bo'lsa, kunning qolgan qismida iste'mol qilmasin, yemasin dedilar. Va kim shu paytgacha biror narsa iste'mol qilmagan bo'lsa, bu odam roza tutsin dedilar. Mana shu Rasul alayhissalatu vassallamning "Va man lam ya'kul falyasum", kim yemagan bo'lsa roza tutsin degan so'zlari, ya'ni kishi subhidan to o'sha kunning yarmigacha bo'lgan muddatda yeyish, ichish va jismoniy munosabatlardan yiroqda bo'lgan bo'lsa, u demak niyat qilsa bo'ladi degan mazmunni Hanafiylar Rasul alayhissalatu vassallamning so'zlaridan chiqarib dalil qilmoqda. Va ma rawahu mahmulun ala nafyil fadilati val kamal. Ana Imom Shofiy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisi sharif: la siyama liman lam yanvi siyama min al-layl. Ya'ni kechadan boshlab ro'zaning niyat qilmagan kishining ro'zasi ro'za emas degan Rasul alayhissalatu vassallamdan rivoyat qilgan hadislarning biz qanday tushunishimiz kerak desa, Hanafiylar aytayaptiki, Imom Shofiy rahimahulloh rivoyat qilgan hadis o'sha kunduzi kechadan boshlab, ya'ni subhi sodiq kirmasidan avval niyat qilmagan kishining ro'zasi fazilati, savobi yo'qligi.
yoki bo'lmasa u komil roza emasligiga amal qilamiz. Ya'ni mana shunday tarzda tushunamiz deydi. Yoki av ma'nahu lam yanvi annahu sawmun min al-layli. Bu hadisning ma'nosi la siyama liman lam yanvi siyama min al-layl degan hadis-i sharifning ma'nosi shunday bo'ladiki, bu kechadan boshlab niyat qilingan roza emas degan mazmunda tushuniladi. Bu nima degani? Demak, siz bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, ishingizni boshida ajr savobni niyat qilib boshlasangiz, ana shu ishingizni oxirigacha mukofotini, ya'ni savobini, ajrini inshaalloh olasiz. Ammo bir ishni boshladingiz-ku, lekin hech qanday niyat qilmadingiz. Bir qismiga borganda shuni savob umidida, Xudo uchun deb niyat qildingiz. Ana endi bu ishning avvalidan boshlab niyat qilgan odam, niyat qilib ishni boshlagan odam bilan ishning yarmidan niyat qilib boshlagan odamning ajr savobi bir xil bo'lmaydi. Avvalidan boshlagan kishining savobi ko'proq bo'ladi, o'rtasidan boshlaganniki esa kamroq bo'ladi. Hanafiy ulamolari ham mana shunday deb aytayaptilar. Ya'ni tabiiyki kechadan boshlab subhi sodiq kirmasidan avval niyat qilib boshlangan rozaning savobi bilan kunduzi niyat qilib olingan rozaning savobi teng emas. Kunduzi rozaning savobi kamroq bo'ladi, komil bo'lmaydi degan mazmundadir. Lekin tutgan rozasi farz rozaning o'rniga o'tadi deganidir. Hatto ya'ni shu darajaki law nava fi nisfin nahari annahu sa'imun min hina nava la min avvalil yawmi la yasiru sa'iman indana. Agar kishi kunduzning yarmida niyat qilganidan boshlab rozador ekanini niyat qilsa, kechadan emas, o'sha vaqtidan boshlab rozador ekanini niyat qilsa, la yasiru sa'iman indana, bizning mazhabimizga ko'ra u odam rozador bo'lmaydi. Farz rozasini tutayotgan odam ana shu subhi sodiqdan keyin garchi niyat qilsa ham rozasining kechasidan, ya'ni subhi sodiq kirmasidan boshlab navvaytu minas subhi ilal layli degan mazmunda, ya'ni kechadan boshlab subhidan to kechagacha degan niyatni qilish kerak. Ya'ni hozirdan boshlab men rozadorman desa, demak rozasi roza bo'lmay qoladi. Vali annahu, yana Hanafiy ulamolari aqliy dalil keltiryaptiki, qolaversa deyapti, vali annahu daguhu olmoshi bu Ramazon yawmi savmin, ya'ni Ramazon kunining hamma kuni savm kuni hisoblanadi. Ya'ni roza kuni hisoblanadi. Ana shu kunlarning ichida, ya'ni kunduzida rozador bo'lish mu'min musulmon kishiga farzdir. Fayatawaqqafu al-imsaku fi awwalihi ala an-niyyati al-mutaakhirati al-muqtarinati bi aktharihi. Shuning uchun imsak degani o'zini tiyish degani. Yemoq, ichmoq, jinsiy munosabatlardan o'zini tiyib tuyishlik qachonga bog'liq? Ya'ni fi avvalihi degani fi avvalil yawm. O'sha kunning avvalidan va kunning ko'p qismiga bog'liq bo'lgan, yaqinlashtirilgan, kechikkan niyatga bog'liq bo'ladi. Jumlaning tarjimasi shu. Mazmuni nima? Mazmuni shuki, Ramazon rozasini tutayotgan odam niyatni unutib qo'ydi yoki uxlab qo'ydi yoki biror ishga chalg'ib qolib, subhi kirmasidan avval niyat qilib olmadi. Tong otdi, subhi chiqdi, bir payt qarasa o'sha kungi rozaning niyatini qilmabdi. Lekin u odam yemagan, ichmagan, jinsiy munosabatda bo'lmagan. Ya'ni o'zini ushlab turibdi shunday narsalardan. Ya'ni rozaning rukni bo'lgan amallarni amalga oshirib turibdi, faqat niyati yo'q. Ana shu imsok kunning avvalidan bo'lish kerak. Ya'ni subhi kirmasidan avval boshlangan bo'lish kerak va keyingi yuzaga keladigan, kech qolib qilinadigan niyat kunning ko'p qismida bo'lish kerak. Bizning dinimizda kun deganda subhi sodiqdan quyoshning botishigacha bo'lgan vaqtni aytiladi. Shom vaqtigacha, bomdod namozining kirishi bilan shom vaqti kirishigacha bo'lgan muddatni shariat tilida nahar deb aytiladi. Kunduz degani. Alloh taolo mo'min musulmonlarga ham aynan kunduz kuni roza tutishni buyurgan. Kunning avvalida niyat qilmagan odam
kunning avvalidan boshlab yemoq ichmoqlardan o'zini tiyib turib, ana shu shom bilan subhining o'rtasida ko'p qismida niyat qilib olsa, ro'zasi ro'za bo'laveradi deydi. Kan nafli degani nafl ro'za kabi. Ya'ni bir kishi boshqa kunlarida nafl ro'za tutmoqchi bo'lsa, ana bu tutmoqchi bo'lgan odam ham subhidan niyat qilib kelishligi, kechadan niyat qilib kelishligi shart emas. O'sha kuni yemay, ichmay, kunning har qaysi kunida jinsiy munosabatlardan o'zini tiyib yurib, keyin kunning ko'p qismida niyat qilib olsa, o'sha kungi tutgan ro'zasi ro'za bo'lavergani kabi, Ramazon oyidagi kechikkan niyat bilan ro'za tutish ham ro'zalari joiz bo'laveradi. Faqatgina u niyat kunning ko'p qismida bo'lishligi kerak. Va hada Burhoniddin Marg'iloniy aytadilarki, imsok hadada murod, demak kunning avvalidan o'zini tiyib turishligi kechikib qolgan niyatga bog'liq bo'lishligi sababi li anna sawma ruknun wahidun mumtaddun. Chunki ro'za ibodati bitta rukundan iborat bo'lgan uzun ibodatdir. Kunduzning avvalidan subhi sodiqdan to quyosh botgungacha bo'lgan vaqtga cho'zilgan uzun bir ibodatdir. Va niyatu li ta'yinihi lillahi ta'ala, niyat esa ana shu bajarilayotgan ibodatni, och qolish, chanqoqlik, jinsiy munosabatdan o'zini tiyib turishlikni, savm ibodatini da niyat qilish esa bu bajarayotgan ibodatni Allohning uchun bajarayotganini uchun ham niyat zarur bo'ladi. Fatatarajjahu bil kasrati jambatil wujuh, shuning uchun ham ana shu ro'za ibodatiga qilinayotgan niyatlar kunduzning ko'p tarafida bo'lishligi bilan nima bo'ladi? Rojih topib ketadi degani ustun ko'riladi, ustun bo'ladi. Niyatning mavjud bo'lish tomoni kunning ko'p kishi tarafiga bog'liqdir deganidir. Demak, biz masalani ozgina izohlaydigan bo'lsak, bizga ma'lumki ro'za ibodati hozir aytib o'tayotganimizdek 3 ta narsadan o'zini tiyishlik bilan amalga oshadi. Mana shu tiyib turishlik subhi sodiqdan kun botgungacha bo'lgan muddatni o'z ichiga qamrab oladi. Endi ba'zan och qolishlik yoki o'zini boshqa narsalardan tiyib olishlik ham insonlar sog'lom bo'lishi uchun yoki bo'lmasa boshqa dinlardagi odatlar bor, ibodatlar bor, parhez qilish bor, boshqalar bor. Shuning uchun mana shu och qolishlarni faqatgina Alloh taolo uchun qilayotganini bildirib qo'yish uchun, tayin qilib qo'yishlik uchun ham niyat zarur bo'ladi. Demakki, mana bu och qolayotganda bu mana shu niyati kunning ko'p qismida yuzaga kelsa, bu go'yoki nima kunning hamma qismida amalga oshgan kabi e'tiborga olinadi. Sababi kunning ko'p qismida niyat mavjud bo'lganlik sababli. Bi xilofi solati val hajji li'annahuma arkanun fayushtaratu qiranuha bil aqdi ala adahima. Ana Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytgandilarki, yo'q dedilar. O'sha bu kishi aytdiki, yo'q, buni subhi sodiq kirmasdan avval kechaning ichida niyat, ya'ni shuru'dan avval niyat qilib olish kerak edi degan gaplari bor edi va bunga Shofiy rahmatullohi alayhi mana namoz va haj ibodatlari kabi degan bularga qiyoslagan ekanlar. Shuning uchun Hanafiylar aytayaptiki, yo'q deyapti. Haj bilan namoz ibodati savm ibodatiga o'xshamaydi. Haj va salotning, namozning hukmi bunday emas. Ya'ni bularda savmda bo'lgani kabi, ro'zada bo'lgani kabi amalni o'rtasida niyat qilib olsak, ana shu bir qismida, aksarida kunning ko'p qismida qilgan niyatimiz kunning hamma qismiga o'taversa, unda namozni ham o'rtasiga kelganda niyat qilib olsa bo'laverar ekanda yoki haj ibodatida deganlarga Hanafiylar aytayaptiki, yo'q deyapti. Haj bilan namozning hukmi niyat borasida savmga o'xshamaydi. Li'annahuma arkanun. Chunki namoz bilan hajda bir necha rukunlar bor. Ro'za kabi bitta rukundan iborat emas. Ularda qiyom bor, deylik, sajda bor, ruku bor va hokazo. Hajda ham xuddi shunday, vuquf bor, tavof bor. Mana bunaqa
arkonlari bor. Haj va namozlarda, namoz ibodatlarida niyatni ana shu har ikkalalarini bajarishga kirishayotgan asnosiga bog'lash shart qilinadi. Bu ikki ibodatda fala yuj'alul aksaru maqamal kull. Ko'p qismni hammasini o'rniga qo'yilmaydi. Sabab bularda rukun bitta emas, balki bir necha rukunlari bor uchun ular alohida shartlar talab qilganligi uchun ham bunda namozda ham hajda ham ana bu ibodatni boshlashda niyat qilish shart qilinadi. Bi xilafil qadoi. Shuningdek qazo Ramazon ro'zasining hukmi ham bunday emas. Demak farz bo'lgan ro'zaning kunduzi niyat qilish joiz bo'lsa, nima uchun Hanafiylar sizlar qazoning kechadan niyat qilish kerak deb aytasizlar desa, Burhoniddin Marg'iloniy aytayaptilarki, biz qazo ro'zasini ham kechadan qilib olish kerak, kunduzi qilgan niyat bo'lmaydi deyishimizga sabab li annahu yatawaqqafu ala sawmi zalikal yawm. Chunki qazo ro'za bu ana o'sha kungi ro'zaga bog'liqdir. Va huwa naflu deyaptilar. Ana o'sha kunning ro'zasiga bog'liq degani u ham bo'lsa nafl ibodatdir. Ya'ni bu nima demoqchilar? Ramazon kunlaridan boshqa yilning hamma kunlarida nafl ro'za tutish mumkin. Aslida kishi har kunida Ramazon kunlaridan boshqa har qanday nafl ibodat ro'zalarini tutish mumkin edi. Shuning uchun u odam qazo ro'zani tutayotganini tayin qilishlik uchun ham kunning avvalidan, ya'ni subhi sodiq kirmasidan avval naflni o'rnini qazo ro'za bilan band qilayotgani uchun yana ham qaysi ibodatda bajarayotganini tayin qilish maqsadida u qazoni niyat qilish shart bo'ladi. Bi xilofi ma ba'da zavoli. Hamda zavoldan so'ngra ham niyat qilish ham yuqoridagi masalamizning aksidir. Ya'ni kishi zavoldan keyin quyosh botishga qarab og'ishi boshlagandan keyin niyat qilsa ham uning ro'zasi ro'za bo'lmay qoladi. Li'annahu lam yujadil iqtiranuha bil aksar. Chunki zavoldan keyin qilingan niyatda kunning ko'p qismida niyat qilingan holat yuzaga kelmadi. Fatarajjahat jambatul fawat. Ana bunda kunning oz qismida qilingan niyatda yo'qotilgan tomon ustun bo'lib qoldi. Shu sabablik ham ro'za bo'lmay qoladi. Hurmatli darsimiz ishtirokchilari, bizga ajratilgan vaqtni inobatga olib darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh kelgusi darsda kelgan joyimizdan birgalikda davom ettiramiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.